Misol uchun yurtdoshlar, mototsiklni xarid qilasizlar, yonida podarkasida nimalarni qo'shib beramiz? Podarkasida qara, bir dona skuter, bir dona konditsioner, 12 lik qizdir suv totog'un invertori. Telli varianti. Invertor telli varianti. O'zi ham Artel eng zo'ridan qo'shib berdi. Artel eng zo'ri garantiyalisi. Yaqinda 3 million, 3,5 millionlik konditsionerlar emas, qurib soat uyga qistirib qo'yadi. Ishlaydi. To'liq 3 yil garantiya. Motorni kattaligini qaranglar yurtdoshlar. 12 lik bo'ladi, 35 40 kvadratni qizdiradi. Qanday 70-80 sut beradi. Ine yurtdoshlar. Uy agar mekkan balton bo'lsa 100 dan sutadi. Xo'p. Bir dona skuter, bir dona konditsioner, bir dona xolodilnik, bir dona kir mashin, bir dona gaz plita, bir dona velosiped. Az berdi yo'q-ku. Bizga obro'b shu yerda ko'rib keladigan bo'lsa, bir dona pilosan qo'shib beraman. Pilisosini ham qo'shib berasiz. Gapga javob. Gapga javob. Endi 37 million so'mdan qo'yamiz. Avan. 260 ga 140. Kasalot. Kasalot. 300 lik motor. 300 lik motor bo'ladi. 300 lik mashin motori bo'lmaydi, mototsiklning motori bo'ladi. Ko'p odam mashin motor bilan g'avishtirib turibdi. Mashin motor oz yuradi. U 220 ga 140. Bu 260 ga 140. 260 ga 140 bo'ladi. Yine samasval, yine qo'sha balon. Samasval, qo'sha balon, balondan ko'rsin bir ko'rsatsin shuni. Qo'sha balon bo'ladi, samasval bo'ladi, 300 lik motor bo'ladi. Alp Motors'ni kabinkali kasalot varianti. Birinchi o'rin uchun skuter, ikkinchi o'rin uchun bir dona smart brunliqdan televizor, uchinchi o'rin uchun 80-32 ligidan bir dona smart televizor. Farqi telefonni olib bir kommentariya ko'p yozuv kerak. Podpiska yozib qo'yib bo'lgan uchun. Podpiska bosuv kerak, like bosuv kerak. 26 million so'mdan qo'yib beraman. 5 donasini. 26 Xunjini. Xunjini. 220 ga 140, 250 lik motor. Gap yo'q. Motorna 2000 kilometr garantiya. 100 ga 5 litr rasxod etadi. Gap yo'q. Dalniga. Mana shu maxsus sovg'alari bor. Yo'q, 7 sovg'asi bor. 27 dan dedingizmi? 26 million Ag'abek. O'tgan safar 27 ga qo'ydim. 26 milliondan. 26 milliondan. 26 million so'mdan yurtdoshlar. 5 dana xunjimiz qoldi. 5 dana. Tanasini qo'yib beraman. 5 tanasini 26 milliondan baraka etamiz, xudo xolasa. Bu zavodskoy kabinami? Leon zavodskoy kabinka deb aytiladi. Buning ichi testi torpedalari, magnitofoni, radiolargacha bo'ladi. Ine yurtdoshlar. Komfortli disku. Komfortli. Buni 31 million so'mdan aytib sotganmiz boshida Ag'abek. 31 dan sotdinglar. Hamma mototsiklga aksiya beraman, xudo xolasa. Shu bugun. Gap yo'q. Kunning issi bo'lib turibdi, mototsikldan silay arzon sotamiz. Qaynaqi bo'ladi. Bu yerda turgani menga foyda emas. Minus. Qani hafta 10 kunda shu tozalab tursa, yurtdoshlarimiz ham toza bo'ladi. Bahasini bizlardan qancha ko'p mototsikl olsak, zotdan bizga qancha ko'p mototsikl, shuncha bahasini tushirib beradi. Shunchalik bonus beraveradi. Tushiramiz savol. Bizga foyda shart emas, bonusi yetadi Ag'abek. Gap yo'q. Xo'p, borti 2 metrga 140 bo'ladi. Motor 200 lik bo'ladi. Xo'p, tezligi 140, skorsi 5 dona buni ham. O'ta sifatli mototsikllar bo'lsa, biri buni ham ko'p odam olib pul to'g'ri qiladi. Bundan 7 dona maxsus sovg'asi bilan 31 million so'mdan sotamiz. Hozirgi kunda 28.500 ming so'mdan beramiz. 28,5 million so'mmi? 2 dona bor. Leon. Alp Motors'ni Leonni yurtdoshlar. Original chetaklisi. Xunjini samasol modeli. Samasol Xunjilar. Bu 2,5 tonnalik, bu 2 tonnalik. Buning motori 200 lik, buniki 250 lik. Zo'rlar. Xo'p, 27.500 ming so'mdan 2 tonnalik samasol modelini beraman. Yana 1 million qaytasiz menga? Qaytaman. Gapga javob bera olmaydi. 27,5 deb turibsiz. 27.500 ming so'mga 2 tonnalik samasol model. 2 tonnalikni? 2 tonnalik 2 metrga 140. Bu samasval uchun kavali. 27,5 million so'm Ag'abek ketdi. 27,5 million. Aytgan gapga javob. Yurtdoshlar, ko'rib turgan bo'lsanglar, Alp Motors'ni samasval 2 tonnaligi. Yana 7 dona maxsus sovg'asi. 7 dana podarkisi bor yanimda yurtdoshlar. Bunaqasi bo'lmaydi. Bahani sindiramiz. Shu bagajni kaska teshkiradi. Bagajni ichini ochamiz. Bagajni ichini ochadi, ichida kaskalari bor. Bahasini 5 millionga kelish kassa pul to'lab chiqdi. Chiqqandan keyin ana shunda 25 dona turgan skuterni 5 o'na aksiya qo'yib beraman. 5 o'na. 5 o'na hech kim bilmaydi, o'zimdan boshqa ichine 100 dollar tashab qo'yaman. İçine 100 dolar tashab qo'yasiz? 100 dollar tashab qo'yaman. Kimning omadi bo'lsa, shunga omadgina shuni qo'yaman. Ya'ni ichidan priz 100 dollar chiqadi, to'g'rimi? Chiqadi. Ertakdan boshqa. Bu degani hozir 5 million so'mga xarid etsa 100 dollar. 1 million 240 ming so'm masalan 50 ming so'm hissasina foyda bo'ladi, to'g'rimi? Ya'ni pul bilan ham boshqaradilar. Pul bilan boshqaradi. Kvadrotsiklni zo'ri, erkaki. Hem yerda 42 million sotib turganda yo'ldosh texnika markazidan 37 million so'mga sotib oladi. 37 million so'mmi? Havo. 220 ga 140, 250 lik motor 3 tonnani indamay tortadi. 3 tonnaga javob deysiz-ku. Javob. 100 ga 6 litr edi. Gap yo'q. Mana shu yonda podarkalari bor. Ular ya aytilgan vaziyat hammasi qo'shib beradi. 7 dona bizinli mototsiklning hammasida bor, Ag'abek. Isot. Gap yo'q. Hop, Minulovstaz ag'am klientimiz haydab ko'rdi. Mana. Avan, ina. Top toza turibdi, lekin skladda turgani sal changrab. Avan. Skladimiz ishga tushdi.
quyosh ko'rmaganni olaman deydi-ku. Umuman hech kim ko'rmagan, qo'lga ushab ko'rmagan deydi-ku. Buni haydab ko'rib qaylamasam indamaymiz. Yana podolni olib chiqib qo'yadi, tozasini. Birini qo'yib qo'yibmi shu test drive adolmi haydab ko'rib, shunda deb olib ketadilar. Hop, Lachin mototsiklimiz ham Og'abek 3 tonnalig'i. Avan. Borti 220 ga 140 bo'ladi. Motori 200 lik bo'ladi. Men 250 kerak desa buni oladi. 200 lik bo'ladi. Ana buning samasol emasi bu. Bu toppa shuni samasi olamasi. Emasi qo'shab olib. Gap yo'q. Bahasi 30 million ham sotilgan, 31 ham sotilgan, 29 ham sotilgan. Hozirgi kunda 27 million so'm. 27 million so'm yurtdoshda qo'sha balon. Qo'shab olib 3 tonnalik 200 lik motor bu. 200 lik motor. Bu 2000 km garantiya qo'yamiz. O'zi bizlarda qara, Og'abek, Alt Motors, Xunji, Kavalo, hop, Lachin mototsikldan dilerstvosini olamiz. Dilerstvosini olib qo'yibsiz. Prямо zavod bilan ishlaymiz. Kamil. Mal qo'y yuklik deb aytadi bizlar odamlar ko'p. Bu mal yukliydon og'alarimiz uchun. Zo'r, bu bort chechiladi, usti 2 marta chechiladi. Borti 220 ga 140 bo'ladi. Motori 200 lik bo'ladi. Yuziga 4 litr rasxod etadi. Hop, tezligi Og'abek zavod berib qo'ygan tezligi 120 deb qo'yibdi. 80 ga aniq chiqadi, haydab ko'rganmiz. Endi kaskad yo'q, bog'liq deysiz-ku. Endi mototsikl uchun 120 tursi tez. Lekin zavod motorga shu isharib berib qo'ydi 120 ga chiqadi deb. Chiqadi. Yuksiz vaqtda o'zimiz 70-80 ga chiqarganmiz. Sinovdan o'tgan. Xo'p, yurtdoshlar, baholari mashinalarga bilan teng, to'g'ri, lekin bu yurgan emas, toza bu. 0 probeg oladi. Nulovoy probeg yurtdoshlar. Toza mototsikl bilan yurgan mototsiklning farqini aytib ketaman. Toza mototsiklni olib, hafta 10 kun haydandan keyin klient qalama kelsa, olib qolsa, yuborsa bilmaydi. Lekin biz ham motor bir marta qizadi, bir marta is chiqadi, rang kraskalarni rang uchun. Ana shu tutunni chiqarib beraman, javob. Chiqarib berasiz. Bir marta tutab oladi, is chiqib oladi. Toza vajdan. Ana shuni sinab olsin. Nima deganda hozir buni bir yerda 30 million sotib turibdi, bir yerda 28 million sotib turibdi. Kimdir mototsikl do'kon ochgan, ishi o'xshamagan. Bir yildan beri zang bosib, chang bosib yotdi, arzonroq berish mumkin. Lekin u qolib ketgan mototsikl. Qolib ketgan. Bu sat qochqan o'zi. Bularni ko'rib turgan bo'lsanglar yurtdoshlar, hammasini yasanglar belgisini ko'rsatamiz, hammasi 2025-yil modellari. 25 da ishlab 24 yo'q. 24 hammasi yangi yurtdoshlar. Aytib o'tirman shuning uchun 25 dan olib ketib qaytarayotgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun motorni qizdirib bir marta tutun chiqarib beradi. O'tgan safar video qilganimizda bu modellar yo'q edi yurtdoshlar. Bu yangi. Toza model. Bahasi Og'abek buning 27 million so'mdan qo'yib beramiz. 27 million Alt Motors'ni Camel variant yurtdoshlar moldashcha mo'ljallangan. 30 million so'mdan sotilgan bu. 31 million so'm. 30-31 dan sotilgan. Hozirgi kunda ishlar ustidan vaqti to yurtdoshlarimizga 27 million so'mdan berib. 27 million so'm aynan moldashidon Alt Motors yurtdoshlar. Og'alarimiz kaska, dampirat, balon puli, shos spravka, nomer hamma bizil mototsikl. Nomer ham o'zingizdan bitadi, sarson bo'lib bilmaysizlar xudo. Kommentariyada negativ yozib ichi qora odamlar shu bahosini eshitib tamom bo'lib qolsin. Hisob. Kavalo. Hech yerda yo'q. Shuni kommentariyada yozib ketsin. Men bahosini aytgandan keyin kim necha so'mdan shu Kavaloni olgan bahosini yozib ketsin. Mototsiklchi og'alarimiz sizning fikrlaringizni kommentariyada kutib qolamiz. Buni olgan odamlar yozsin. Mototsikl sotdilar bari negativ yozadi. Bera olmaydi deb. Beraman, o'zlarini ham optim beraman xalasi. 14 tasini aksiya qo'yib beraman. Borti 220 ga 140. Motor kubasi 200 lik. 200 lik. 2000 km garantiya. Og'abek bu mototsiklning pultlari bor. Nersin pul tunmay ekan. Pul tonman buni. Pulton bor. Bunaqasi bo'lmaydi yurtdoshlar. Cavallo brendidan yangilikni zo'rini qabul etib olingan. Qara, o'zimizda chiqib turgan mototsikl pul bilan hozir mana ko'rsa, buni yoqmadi. Xo'p. 2 marta bosamiz. Assalomu alaykum. Pul yanadi mototsikl. Hisob. Hozir o'chirib ham ko'rsaman. Og'abek, shu pultni bas, o'cha to'g'inmi? Manami? Ya, shu indagini. Manami? Shuni bas, ushab tur. O'zing bas, men indamayman. Bas turish kerak. Bosib turaman ya. Ha, bu yerda. 2 marta bosish kerak. 2 marta bossang o'chadi. O'zi o'chdi. O'zi o'chadi. Hisob. Pultda o'chadi. Bunaqasali bo'lmagan boshqa mototsikllarda. Lekin Cavallo'da yana birinchi marta ko'rib turibman. Mersni pulti o'zi yonib, avtozapuski bor. Bor, so'ylab turibdi. Ine yurtdoshlar. Sovuqlardan 2 marta bosasida yanadi, 2 marta bosasida o'chadi. Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar, sog'lom yuribsizlarmi? Xudo xohlasa bugungi videomiz mototsikl ishqibozlar uchun bo'ladi, qadrli yurtdoshlar.
Bugun sizlar bilan Xorazm viloyati Gurlan tumanidagi mototsikl narxlarini sizlar uchun yetkazib berish maqsadida Gurlandagi Yo'ldosh texnika markazina yetib keldik yurtdoshlar. Bugungi videomizda yurtdoshlar mototsikl ishqibozlari uchun ajoyib yangiliklar bor. Xudo xohlasa like'larni bosib, bir kuzatib boraverasiz yurtdoshlar. Og'alarimiz uchun juda ham manfaatli hamda foydali video bo'ladi. Xudo xohlasa mototsikl narxlarida o'zgarish bo'lgan ekan, e'tiborlaringizga havola qilamiz yurtdoshlar. Bir like'larni bosib, bir kuzatib boraverasizlar. Adresimiz Xorazm viloyati Gurlan tumanining o'zida yurtdoshlar. Bu yoq tarafdan kelsangda, Ko'na mol bozor tarafdan kelasizlar yurtdoshlar. Kelaverishda o'ng qo'lingizda Yo'ldosh texnika markazi ko'rib turganlaringizdek. Bu yoq tarafdan kelsangda, Ko'na bozor tarafdan kelaverasizlar. Ikki marshrutkaning yo'lida joylashgan chap qo'lingizda yana Yo'ldosh texnika markazi, oldingi zakaz kontorining o'rnida yurtdoshlar. Ekranlardan telefon nomerlarini qo'yib qo'yamiz. Bemalol ushbu nomerlarga telefon qilib, adres so'rab, ma'lumot so'rab, bemalol kelaverasiz yurtdoshlar. Bugungi videomiz aytganimdek mototsikl ishqibozlari og'alarim uchun juda ham foydali hamda manfaatli bo'ladi. Xudo xolasa ko'ramiz. Yangiliklar juda ham ko'p. Skuter deysizlarmi, benzin mototsikllar deysizlarmi, elektron mototsikl deysizlarmi, assortiment juda ham keng yurtdoshlar. Bidayna joy savdodan ham guvohi bo'lsak bo'ladi. Yurtdoshlarimiz kelib Yo'ldosh texnika markazidan sifatli mototsikllarni xarid qilib turibdilar yurtdoshlar. Gap yo'q. Mini Laboni zo'rina. Yurtdoshlarimiz haydab ko'rib, test drive etib tushida xudo xolasa minib ketib turibdilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Og'abek. Qadambay aka, salomatmisiz? Charchamasizmi? Xudo xolasa bugun yana Yo'ldosh texnika markazina yetib keldik og'a. Yurtdoshlarimiz uchun mototsikl narxlarida yana o'zgarish bo'lgan ekan. Yurtdoshlarimizga yetkazish maqsadida avvalambor assalomu alaykum yurtdoshlar bilan salomlashib olamiz. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Xo'p, navbatdagi videomiz Og'abek manfaat videolardan biri bo'ladi. Nima deganda aksiyalar ham, skidkalar ham zo'rni beramiz. Aksiyani zo'r bo'ladi. Nerealniy baholar bo'ladi. Nima deganda uqon mototsikillardan kichkina mototsikillar bahosini beramiz. Videoni oxirigacha ko'rishni tavsiya etaman. Nima deganda boshidan to oxirigacha aksiya bo'ladi, xudo xolasa. Shuni oxiridan ko'rsalar, achimliklar yetkazgan vaqtlarini. Ketgan vaqtini achinmaydi. Ketgan vaqtini har minutini pul bo'ladi, xudo xolasa. Gap yo'q. Xudo xolasa yurtdoshlar like'larni bosasizlar, bizga boshchilik bo'lmasa. Yo'ldosh texnika markazida yangiliklar juda ham ko'p. Ko'p. Xudo xolasa boshida aytib ketaman. Yo'ldosh texnika markazida menimcha 40-45 kun bo'lib qoldi. Og'abek birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rinlar uchun pul mukofotlarini qo'ydik. Hop, sal vaqt so'zib ketdi. Uzrimiz so'raymiz. Xudo xolasa bugun hammasini kartasini, pullarni o'tib beramiz. Tashab beramiz pullarni. Havo ko'p norozi kommentariyada yozgan. Xudo xolasa bugun hal bo'ladi shular. Xo'p, endi hozir obunachimiz 5000 oltin atrofida bo'lgan. 20 mingga borgan vaqtida birinchi o'rin uchun skuter qo'yamiz. Bu YouTube kanalimiz uchun. YouTube kanalimiz uchun. Aynan shu videomizda o'zimizning kanalimizga yuklaymiz. Yo'ldosh texnika markaziga yozsa chiqadi. Birinchi o'rin uchun skuter beriladi. 20 mingga borgan vaqtda obunachilarimiz orasidan saylab olamiz. Birinchi o'rinda skuter, ikkinchi o'rin uchun nu qo'yib beramiz. Nu qo'yib berasiz. Ikkinchi o'rin uchun 1 o'nlik 100 qo'yib beramiz. 1 o'nlik 43 dyumlik. Smart'dan. Smart'dan uchinchi o'rin uchun 81lik 1 dona 100 qo'yib beramiz. Uchinchi o'rin uchun 32lik 1 dona vam smart bo'ladi. Farqi telefonda olib bir kommentariya ko'p yozuv kerak. Podpiska yozib qo'yib bo'lgan uchun. Podpiska bosuv kerak, like bosuv kerak. Bo'lish kerak. Bu Yo'ldosh texnika markazining o'zining kanalidan yuklanadi bu. Shu videoga bo'lish kerak. Xo'p, 20 ming bo'lganda yana shu 3 ta g'olibni aniqlaymiz. Avvalgi videomizda g'oliblarimizni bugun tashab beramiz. Esa Og'abek aksiyada turgan mototsikllarni tanishtirib boshlayman. So'ng bahos qaytganlarni ko'rsatib boshlayman. Xo'p, Lachin mototsikllarni o'tgan safar 32 million so'mdan aksiya berib 10 kunga qo'ydik. 32 milliondan qo'yadingiz. 32 milliondan qo'ydik, yo'qib qoldi. Xudo xolasa 50 dona oldirdik. Yana 50 dona oldirdik. Yetmay qolgani uchun hozir zapasini ham ko'rsataman, isboti bilan bo'ladi. Xudo xolasa. Yana shu aksiyamizni davom ettiramiz. Nima deganda zo'r sotib, zo'r yana chiqdi shu aksiyani etib beramiz. Zo'r oldi shu aksiya. Lachin mototsikldan yana 50 dan olib keldingiz, to'g'rimi? Yana 50 donasini aksiya qo'yib beraman. Yana necha so'mdan qo'yib berasiz? 32 million so'mdan avvalgi aksiyamizni qo'yib beramiz. Bonusini selgina ko'paytiramiz. 32 million so'mga Lachin yurtdoshlar mototsiklni xarid qilasizlar, yonida podarkasini ularni qo'shib beramiz. Podarkasini qara Og'abek, bir dona skuter. Avvalgi skuterimiz sal arzonroq edi. Bu skuterimiz sal qimmatroq, 2 million, 2,5 million so'm edi. Bu skuterimiz 3 million so'm, 3 million boshqarsa bo'ladi. Chipli varianti. Gap yo'q. Xo'p, 32 million so'mga mototsiklimizni ozgina tanishtiring, so'ng podarkani aytaman. Xo'p, 1,5-2 tonnani tortadi Og'abek. Motor 150 kubali bo'ladi, 100 ga 3 litr rasxod etadi. Zapaska balon, optollari, balon kulishlari zot tomonidan qo'shib beriladi. 100 ga 3 litr
rasxod etadi. 103 litr rasxod. Motori va 2000 kilometr garantiya qo'yib beramiz. Kafolati bor. Buni bilganlar o'zi halab turibdi, biridan biri ko'p olib turibdi. Xalqimizga shu yoqqan mototsikllardan birisi. Ishonchini oqlagan, Lochin. Oqladim. Faqat aksiyada o'g'onchi olib turib, o'zidan minib ko'rib halab turibdi. Albatta. Xo'p, Lochin mototsiklimiz 32 million so'm ichida bir dona skuter, bir dona konditsioner 12 lik qizdirib suv totog'un invertori. Telli varianti. Invertor telli varianti. O'zim Artel eng zo'ridan qo'shib Artel eng zo'ri garantiyalisi. Yaqinda 3 million, 3,5 millionlik konditsionerlar emas, quruq soat uyga qistirib qo'yadi. Ishlaydi. To'liq 3 yil garantiya. Motorini kattaligini qaranglar yurtdoshlar. 12 lik bo'ladi. 35 40 kvadratni qizdiradi. Suv 70-80 suv beradi. Ine yurtdoshlar. Uy agar mekkan balton bo'lsa 100 dan suv tadi. Xo'p. Bir dona skuter, bir dona konditsioner, bir dona xolodilnik, bir dona kir mashin, bir dona gaz plita, bir dona velosiped. Az bu yerda yo'q-ku. Bizga obro'b shu yerda ko'rib keladigan bo'lsa, bir dona pilosa ham qo'shib beraman. Pilososini ham qo'shib berasiz. Gapga javob. Gapga javob. Endi Og'abek, qara bahasini men indamayman, o'zing aytasan. Skuterni 3 million so'm deb aytib qo'ydim yaxshi. Avval Konditsionercha so'm taxminan. Konditsioner buni sotib o'tiribdilar hozir. 4,5 sotib o'tiribdilar. 4 million so'mdan. 4 million so'm sizda. 7 million. Avval Yo'q, menda emas, qo'shib beraman o'zim bahasidan. Ko'p odam ustiga qo'yib turibdi deb aytib turibdi. Xolodilnikcha so'm 2 kamerali. Mana ham sotib o'tiribdilar. 3,5 million 600 sotib o'tiribdilar. 2,5 dan qo'yamiz. Sizda 2,5 million. 2,5 milliondan qo'shib berganim uchun baholarni aytib hisoblab chiqajaqman. Og'a eng optimum narxlarini qo'shib qo'yibsiz, to'g'rimi? O'zining pulini. O'zini pulini. 2,5 million. Masalan bu 3 million, bu 4 million, bu 2,5 million, 9,5 million. Avval Kir mashina 1,5 million sotiladi. 1 milliondan qo'yib beraman. Gap yo'q. 7 kiloluq pol avtomat. 2,5 tengra ishlaydi. 10 million 500 oldi. Avval Gaz plita jajjalkasi bor, 2,5 million so'm. Avval 2 million so'mdan qo'yaman. 2 million so'mdan. 12 million 500 oldi. Siz bularni mindirib turaverasizlar. 12 million 500 oldi, ha? Avval Velosiped. Necha so'm? 26 lik. 26 lik velosipedlar ham milliondan ziyodda hozir. 600 ming so'mga qo'yib beraman. 600 ming so'm. 13 million 100 ming so'm, 900 ming so'mlik pilosuzi bilan 14 million so'mlik ana shu mototsiklga qo'shib berib Og'abek. Yanında tekinga. Yanında shundachi. Agar yo'q bu yerda olmayman desa, o'zim shu yerda sotib kelsin, qaytib berib, buning puli yana tushib ketadi. Hisob. Bunaqasi bo'lmaydi. Qara, Og'abek, shu uchun aniq aytib turibman. Ko'p yerdagiday bu kalan so'm, 1 million so'm yo 2 million so'm deb oylik to'lov chiqadi, o'nda deb. Yashirmayman. Ko'p odam tushuntirmaydi. Toshnet tushuntirib ketaman. Doskональный. Az Lochin mototsiklimiz 32 million aksiya qo'yib berdim. Avval Xo'p, alt motorisidan qo'yib beraman shu bahoda. shu bahodan. Bom 1,5 tonna, 2 tonnani bemalol tortadi. Avval Motor 150 kubalik, 100 ga 3 litr rasxod etadi. Motorni 2000 kilometr garantiya qo'yamiz. Og'abek. Avval Xo'p, motor Zoshin bilan jihozlangan. Bu model hech kimda yo'q. O'zbekiston bo'yicha Xorazmga gurlangan birinchi zavoddan mana chiqqan. Bug'oni sizda bormi? Menda bor. Endi vaqt o'tgandan keyin, hafta 10 kundan keyin boshqalarga ham borishi mumkin. Hozir danni beraymi, bug'oni sizda bor. Hech kimda yo'q. O'zga aksiya berib turibman bu yili. Hisob. Hech kimda yo'q. 32 million so'm bahasi. Skuteri, konditsioneri, xolodilnik, kir mashina, gaz plitasi, velosipedi, pilosuzi. Yanında shuncha narsa besplatniy bo'ladi. Bir dana mototsikl olasizlar yurtdoshlar, yanında bir dana skuterni zo'ri, ajoyibundan Artel 12 lik konditsioner telli varianti bo'ladi. Yozdan qishdan xizmat etadi. Bir dana ajoyibundan xolodilniki, kir mashinasi, gaz plitasi, velosipedi. Like bosdim, kommentariy yozdim, men sizlarni podpishchiklaringizman deb kelsanglar, bir dana plisosini ham qo'shib beramiz. Qo'shib beramiz. Besplatniy. Bizlarda vesh qo'sh muammo emas. Bizga o'sha mototsikllarning bahasi ham, foydasi ham, pul shart. Hali mototsikllarning tarixidan bunchalik podarki bo'lmagan yurtdoshlar. O'zbekiston bo'yicha. O'zbekiston bo'yicha ichida bo'lmagan. Zavoddagilar ham hayron. Zavoddagilar ham bunday bermaydi, Og'abek. Gurlanda Yo'ldosh texnika markazida shunday aksiyalar o'ttirib yurtdoshlar, hammangizga nasib etsin. Xudo xolasa, iloji boricha benzinli mototsikl tavsiya etaman. Yaxshi deyman. Benzinli mototsikl olgani yaxshi. Buni og'adan qurib minmaga, yemakka olmaydi. Bu odamda hozir hammaning otizi bor, yeri borlarning o'zi sezoni bo'lib turibdi. Buni boy odam olmaydi. Boy odam ishchisini olib beradi. Ishchisini olib beradi. Oddiy o'zlarimizga o'xshagan oddiy xalq oladi yurtdoshlar, to'qli olib, yilda 500 dollar akkumulyator qo'yib, izg'arga, suvga, yukka urib urgancha benzinli olsin. Albatta. Yo'lda qolmaydi. O'sha to'qli mototsikldan ham menimcha shular arzon tushadi, to'qli mototsikldan ko'p ish etadi. Albatta. Alp Motors yurtdoshlar 32 million so'm. Yanında podarkalar bol. Yanında shuncha podarkasi mutlaqo tekin bo'ladi yurtdoshlar. Podarkasi kerakmi desa, bahasini shu yerda keladi, kelishamiz, Og'abek qaytib beraman. Yana qaytib berasiz. Podarkasi o'zimga sotib ketsin. Aytdingiz-ku, podarkasini sotib olamanda, shu pul narxi bundan qaytib beraman debsiz, to'g'rimi? Bonusini. Bonusini ham qaytib tashab beramiz, xudo xolasa.
Hali mototsikllarimiz ko'p, sirti bir xil bo'lgan bilan bahasi har xil. Avan. Qisqacha baholarni aksiya turganlar aytaman. Hozir bundan ham zo'r aksiyasi bo'lib turibdi. Cavallo mototsiklni. Cavallo. Lachin mototsiklni esa 50 danasini aksiya qo'yib beraman. Alt motorisidan 10 danasini aksiya qo'yib beraman. 10 dana. Zavod o'zi 10 dana chiqqan, 10 ham bizga keldi. Gap yo'q. Ulgurib qolish kerak. Xo'p, Kashalot modelimiz borti 260 ga 140. Alp Motors'ni Kashalot modeli yurtdoshlar kabinkalang. Kabinkasiz ham bor. 260 ga 140, motori 300 lik bo'ladi, Og'abek. 100 ga 6 litr rasxod etadi. O'tgan videolarimizda 39 ming so'mda aksiya qo'yganmiz. Avan. Bugundan boshlab bugunchasi Bugun xudo xolosa 25i. 25i 26sida ko'rsa, masalan 25inda aksiya qo'yib beraman, 37 million so'mdan qo'yamiz. Avan. 260 ga 140. Kashalot 300 lik motor. 300 lik motor bo'ladi. 300 lik mashin motori bo'lmaydi, mototsiklning motori bo'ladi. Ko'p odam mashin motor bilan g'avishtirib turibdi. Mashin motor oz yuradi. U 220 ga 140. Bu 260 ga 140. 260 ga 140 bo'ladi. Yine samasval, yine qo'sha balon. Samasval, qo'sha balon, balondan ko'rsin bir ko'rsatsin shuni. Qo'sha balon bo'ladi, samasval bo'ladi, 300 lik motor bo'ladi. Alp Motors'ni kabinkali Kashalot varianti. Kabinka uchun 2 million so'm addinli pul oladi. Avan. Kabinka barabar yo'g'i bor. Bu kabinka o'zingiz qo'yib qo'yibsiz. O'zingiz qo'yib qo'yibsiz. Reklama uchun. Alohida ham sotasiz. Alohida 2 million so'm. Gap yo'q. Yo'q turgan bo'lsa, bu modelimiz Og'abek bu 3 tonnalik. 3 tonna. Bu 3,5 tonnalik. Avan. Bu 260 ga 140, bu 220 ga 140. 220 ga 140. Bu 250 lik motor bilan jihozlangan, 100 ga 5 litr rasxod etadi. Avan. Ponijeniy povisheniy bor. Garantiyasi 2000 kilometr. Gap yo'q. Ustalar sotuvchi bolalar boshlayanda bazaringiz ko'rsatadi. Motor 250 lik bo'ladi, 100 ga 5 litr rasxod etadi. Signalizatsiyalari, magnitofonlar ham bor. 2000 kilometr garantiya qo'yib beramiz. Kafolati 2000 kilometr. 80 bizni yursam 2000 kilometr garantiya qo'yib beramiz. 80 dan yurib beradi. Polni, buni bosaveradilar. 34 million 500 ming so'mdan aksiya qo'yganmiz. Avan. Hozirgi kunda 33 million 500 ming so'mdan qo'yib beramiz. 1 million so'm yana skidka tasmi? Skidka o'zi aprel, may, iyun har oyda 1 million tushib qo'yaman. Bundan buyog'i tushmaydi, kutmanglar. Gap yo'q. 33 million 500 ming so'm, 33,5 million so'mga yurtdoshlar yurib turgan Alp Motors'ni mototsiklini bemalol kelib olsanglar bo'ladi. Baxshayda eshitib turibmiz, silindr yo'g'ini olib turibdi. Biz yerda 33 million 500 ming so'mdan samasval olib beramiz. Biz samasval. Mana ko'gini ko'rsatdik. Silindrlisi yurtdoshlar. Silindrlisi. Qo'lib bilan ushoq ko'rsatdik. Go'ng-go'kini. Ina. Gap yo'q. Aniq 220 ga 140, samasval 250 lik motorni 33 million 500 ming so'mda aksiya qilib. 33,5 million. Yana maxsus sovg'alar ham bor. Maxsus sovg'alari, zapaska balon, kaska, domkrat, balon qilish, show sprayga nomerlar ham bor. O'zingizdan bitadi. Hammasi o'zingizdan. Sarson bo'lmaydilar nomer olaman deb. Bu ham qo'sha balon, og'a. Bunaqasi bo'lma. Bu ham qo'sha balon. Qo'sha balon yurtdoshlar. Balondan ko'rsatding samasval ham ina. 33,5 million so'm. 10 dana bor. 10 dana, sanog'i. Danasini qo'yib beraman. Avan. 10 danasini qo'yib beraman. Lekin ag'a satasiz-ku 33,5 dan. 10 odamga satsangiz 10 odamdan video qilib chiqarasiz Instagram kanaliga. Xohlasa Instagramga story qo'yib. Maqsad odam chaqirish emas, maqsad sotish ag'a. Maqsad sotish. Unisini videoga olib qo'yasiz yana deb. Qo'yamiz, kelgandan keyin olaman, aniq men olaman deton bo'lsa, kelishtirib beramiz og'a. Yana qaytib beraman deb tursiz. Xudo xohlasa kelishtiramiz ustunda. Gap yo'q. 33,5 dan ham kami bor. Tushiramiz. Gap yo'q. Qizil rangi, ko'k rangi bor. Xo'p, Lachin mototsiklimiz ham Og'abek 3 tonnalig'i. Avan. Borti 220 ga 140 bo'ladi. Motori 200 lik bo'ladi. Men 200 lik kerakmi desa, buni oladi. 200 lik bo'ladi. Ana buning samasval emasi bu. Bu toppa shuni samasval emasi. Emasi qo'sha balon. Gap yo'q. Bahasi 30 million ham sotilgan, 31 ham sotilgan, 29 ham sotilgan. Hozirgi kunda 27 million so'm. 27 million so'm yurtdoshda qo'sha balon. Qo'sha balon 3 tonnalik 200 lik motor bu. 200 lik motor. Bu 2000 kilometr garantiya qo'yamiz. O'zi biz yerda qara, Og'abek, Alp Motors, Xunji, Cavallo, hop, Lachin mototsikllarni diler suvasini olamiz. Diler suvasini olib qo'yibsiz. Prямо zavod bilan ishlaymiz. Hozir mototsikllar ichkarida turibdi, zapchasi bo'lib turibdi. Nishib zapchasi olib keladiganlar ko'rsatamiz. Zubor tushida bo'ladi. Sho'rda bo'ladi. O'rtada hech kim yo'q. Diler o'zingizsiz. Birinchi qo'l. Birinchi qo'l, xudo xohlasa. Gap yo'q. Hop, buni 27 million so'mdan beraman, qo'sha balon, 3 tonnali Alp Motors'ning Kamil modeli Og'abek. Camel. Kamil. Mol qo'y yuklik deb aytadi bizlar odamlar ko'p. Bu mol yuklaydigan og'alarimiz uchun. Zo'r, bu bort chechiladi, usti 2 marta chechiladi. Borti 220 ga 140 bo'ladi. Motori 200 lik bo'ladi. 100 ga 4 litr rasxod etadi. Xo'p, tezligi Og'abek zavod berib qo'ygan tezligi 120 deb qo'ydi. 80 ga aniq chiqadi, haydab qo'yganmiz. Endi kaskadyorga bog'liq deysiz-ku. Endi mototsikl uchun 120 tursi tez,
Lekin zot motorga shu isharib berib qo'ydi 120 ga chiqadi deb. Chiqadi. Yuksiz vaqtda o'zimiz 70-80 ga chiqarganmiz. Aman. Sinovdan o'tgan. Xo'p, yurtdoshlar baholari mashinalarga bilan teng, to'g'ri, lekin bu yurgan emas, toza bu. 0 probeg oladi. Nolavoy probeg yurtdoshlar. Toza motosikl bilan yurgan mototsiklning farqini aytib ketaman. Toza mototsiklni olib, hafta 10 kun haydandan keyin klient xalamay kelsa, olib qolsa, yuborsa bilmaydi. Lekin biz ham motor bir marta qizadi, bir marta is chiqadi, rang kraskalarni, rang uch. Ana shu tutunni chiqarib beraman, javob. Chiqarib berasiz. Bir marta tutab oladi, is chiqib oladi. Toza vajdan. Ana shuni sinab olsin. Nima deganda hozir buni bir yerda 30 million sotib turibdi, bir yerda 28 million sotib turibdi. Kimdir motosikl do'kon ochgan, ishi o'xshamagan. Bir yildan beri zang bosib, chang bosib yotdi, arzonroq berish mumkin. Lekin u qolib ketgan mototsikl. Qolib ketgan. Bu soat qochgan o'zi. Bularni ko'rib turgan bo'lsanglar yurtdoshlar, hammasini yasanglar belgisini ko'rsatamiz, hammasi 2025-yil modellari. 25 ta ishlab 24 yo'q. 24 hammasi yangi yurtdoshlar. Aytib o'tirman shuning uchun 25 ta olib ketib qaytarayotgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun motorni qizdirib bir marta tutib chiqarib beradi. O'tgan safar video qilganimizda bu modellar yo'q edi yurtdoshlar. Bu yangi. Toza model. Bahasi Og'abek buning 27 million so'mdan qo'yib beramiz. 27 milliona Alp Motors'ni Camel variant yurtdoshlar moldashcha mo'ljallangan. 30 million so'mdan sotilgan bu. 31 million so'm. 30-31 dan sotilgan. Hozir kunda ishlar ustidan vaqt ito yurtdoshlarimizga 27 million so'mdan berishadi. 27 million so'm aynan moldashidon Alp Motors yurtdoshlar. Og'alarimiz kaska, damqarak, balon ko'li, shoss spravka, nomer hamma bizil mototsikl. Nomer ham o'zingizdan bitadi, sarson bo'lib bermaysizlar xudo xolasa. Ina yurtdoshlar. Xo'p, navbatdagi mototsiklimiz Xunji mototsiklimiz. Xunji mototsiklimizni 2-3 modeli zapcha so'ptirdi, hozir terilganlari. Toza model. 220 ga 140 bo'ladi. Motor 250 bo'ladi, Og'abek. Mototsiklning zo'ri. Zo'ri Xunji, buni ko'p odam mingan, ishonadi. Shuning uchun men Xunji berdi. Kimdir Cavallo berdi, kimdir Lachin, hammasini aq qilishga harakat qiladi. Ishqibozlari bor hammasini. Hammasini ishqibozi bor. Bahasi xo'p, 28-29 sotildi bu Og'abek. Hozirgi kunda 5 dona bor. 5 dona. 26 million so'mdan qo'yib beraman. 5 donasini. 26. Xunjini. Xunjini. 220 ga 140, 250 lik motor. Gap yo'q. Motorna 2000 kilometr garantiya. 100 ga 5 litr rasxod etadi. Gap yo'q. Dalniga. Mana shu maxsus sovg'alari bor. Yo'q, 7 sovg'asi bor. 27 dan dedingizmi? 26 million Og'abek. O'tgan safar 27 ga qo'ydim. 26 milliondan. 26 milliondan. 26 million so'mdan yurtdoshlar 5 dana xunjimiz qoldi. 5 dana. Tanasini qo'yib beraman. 5 tanasini 26 milliondan baraka etamiz xudo xolasa. Iloji boricha video cho'zilib ketmasligi uchun aralab o'tirib ketaman. Albatta. Xunjining Samasol modellari. Samasol xunjilar. Bu 2,5 tonnalik, bu 2 tonnalik. Buning motori 200 lik, buniki 250 lik. Zo'rlar. Xo'p, navbatdagi modelimiz alt motor shifasida ishlab chiqarilgan. Bu zavodskoy kabinami? Lion zavodskoy kabinka deb aytiladi. Buning ichi testi torpedalari, magnitofoni, radiolargacha bo'ladi. Ini yurtdoshlar. Komfortli disku. Komfortli. Buni 31 million so'mdan aytib sotganmiz boshida Og'abek. 31 dan sotdinglar. Hamma mototsiklga aksiya beraman, xudo xolasa, shu bugun. Gap yo'q. Kunning issi bo'lib turibdi, mototsikldan silay arzon sotamiz. Qaynaqi bo'ladi. Bu yerda turganim foyda emas, minus. Qani hafta 10 kunda shu tozalab tursa, yurtdoshlarimiz ham toza oladi. Bahasini bizlardan qancha ko'p mototsikl olsak, zotdan bizga qancha ko'p mototsikl, shuncha bahasini tushib beradi. Shunchalik bonus beraveradi. Tushiramiz savol. Bizga foyda shertamiz, bonusi yetadi Og'abek. Gap yo'q. Xo'p, borti 2 metrga 140 bo'ladi. Motor 200 lik bo'ladi. Xo'p, tezligi biron 140, skorsi 5 dona buni ham. O'ta sifatli mototsikllar biri, buni ham ko'p odam olib pul to'g'ri qiladi. Bundan 7 dona maxsus sovg'asi bilan 31 million so'mdan sotamiz. Hozirgi kunda 28.500 ming so'mdan beramiz. 28,5 million so'mmi? 2 dona bor. Lion. Alp Motors'ning Lionni yurtdoshlar. Original chetaklisi. Hisob. 2 dona qoldi. Zavodskoy bo'ladi yurtdoshlar kabinka. Shumkalangan, shuma desal 2 qat. Shundan bundan 2 dona bormi? Havo, usti ham 2 qat. 2 danasi bor, yurib qolinglar yurtdoshlar. Xo'p, navbatdagi quadrosiklimiz Og'abek ko'p odamlar so'rab turgan. Talablarga bilan yetib keldik. Zo'ri. Alp Motors o'zam. Boshqa yerlarda Og'abek 42 milliondan sotib turibdi, so'rab surishtirib ko'rdik. Quadrosikllarni. Xo'p, borti 220 ga 140 bo'ladi. Motor 250 bo'ladi. 3 tonnani o'ynab tortadi. Gap yo'q. Rolni qara, 4 balonli bu. 4 balonli. Elida tarton vejlari bor, o'zi botib qolsa. Xo'p, buni Og'abek uzoqdan turib pultlari bor, pult bilan ham boshqaveradi. Pultlarmi? Qo'ying ey. Mana ishlab turibdi. Hisoblaying. Ishlab turibdi.
Yani. Pul bilan ham Pul boshqaradilar. bilan boshqaradi. Kvadrotsiklni zo'ri, erkaki. Hem yerda 42 million sat turganda yo'ldosh texnika markazida 37 million so'mga oladi. 37 million so'mmi? Havo. Gap yo'q. 220 ga 140, 250 motor 3 tonnani indamay tortadi. 3 tonnaga javob deysiz-ku. Javob 100 ga 6 litr edi. Gap yo'q. Mana shu yonda podarkilari bor. Ular ya aytilgan vajan hammasi qo'shib beriladi. 7 dona bizinli mototsiklning hammasida bor, Ag'abek. Hisob. Gap yo'q. Hop, minulovimiz ag'am klientimiz haydab ko'rdi. Mana. Avan, ina. Top toza turibdi, lekin skladda turgani sal changrab. Avan. Skladimiz ishga tushdi. Quyosh ko'rmaganni olaman deydi-ku. Umuman hech kim ko'rmagani, qo'lga ushab ko'rmagan deydi-ku. Buni haydab ko'rib qolaversam indamaymiz. Yana podolni olib chiqib qoldi, tozasini. Birini qo'yib mana shu test drive o'rnima haydab ko'rib, shunda deb olib ketadilar. Ammo buni xohlamasa uni beramiz. Ina. Gap yo'q. Yurtdoshda Kvadrotsiklimiz Ag'abek xolasa samosval modellarmi bor? bu samosvalmi? Samosvali. Bu ham samosval ham kabinkal ekan-a? Havo, buning 3 xil variant kelgan hozirda, bir xil variant ichkada siymagan uchun. Bu samosval emas, oddiy varianti. Oddiysi. Keyin buning ana shu chertagini yo'q deb tasavvur etamiz. Samosvallisi bor, chertaklisi bor. Shunga qarab ustiga 1-2 so'm qo'shiladi. Avan. Xo'p, bu modelimiz ya aksiyada qo'ygan, Bu balonmi? Nima bu balon og'a? Buning balonidan o'zi bir skuter. Balondan qaranglar, buni bir balonning o'zina bir dona skuter beradi haqiqatan. Hisob. Skuter beradi. Alp Motors nishat beryapsizlar, haqiqatan ham juda ham zo'r. Instagramda videolarni qo'yganmiz, bir-birini tortirib, haydab ko'rib, baholarni aytmaganmiz. Baholar chiqdi, hozir aytganmiz shuning uchun. Toshkent aytaman shuning uchun videoda. Xo'p, bu ya Kamil modelimizning reklamachi o'zingiz qo'ygan Kemika. Kemika. Ya aytilganday 26 million, 27 millionga kelishgandan qarab, ustiga 2 million so'm minadi. Gap yo'q. Farqi shu o'rinda. Ina. Bu og'alarimiz hozir kelib turib, oqshom kelib ketgan. Avan. Endi qaysi rayondan ekanini aytmayman, 27 million so'mga shapatlashgan. Avan. 27 million so'mga uyni olib beramiz degan. Bizlarga oqshom keldi, sizlardan necha so'm dedi? 27 million so'm bizlardan dedim. Bir dona skuter qo'shib beraman dedim. 3 million so'm skuter qo'shib beraman. Yoqmasa pulni qaytib 24 million so'mga hozir olyapti. Ham yerini solishtirib ko'rib o'tdilar. 27 millionga shapat etgandan keyin bizlarga kelib 24 millionni olyapti. 3 million so'm oz pul emas. Albatta 3 million so'm yurtdoshda bir oddiy ishchini ish haqi to'g'rimi? Oylig'i 3 million so'm degan 3 million so'm. Shuning uchun biz ustidan iloji boricha ozgina qilamiz, ko'proq sotishga harakat etamiz. Ina. Xohlasanglar yonida podarkam qo'shib beradilar qadamboy ekan, lekin hamma yerda yurtdoshda qo'shib berib turgan podarki berib ustidan mindirilgan bo'ladi. Mindirilgan shunchalik oz baholar. Hech kim ham ziyondan sotmaydi. Havo shuning uchun qo'shib bergan vajimni bahasi bilan aytib turibdi Ag'abek. Hammasi ochiq. Ola olmaydi lekin. Lekin siz cho'rni prizni hisoblab turibsiz. Shuning uchun olsa klientga plus. Agar zo'r bo'lmasa qaytarib beramiz. Albatta. Xo'p, navbatdagi mototsiklimiz Skillmax mototsiklimiz benzinlisi bu. Benzinlisi. 220 ga 140 bo'ladi. Samosvalli modeli. Motor 200 bo'ladi. 4 litr rasxod etadi. 2000 km garantiya qo'yib beraman Ag'abek. Avan. 30 million, 31 million satdik vaqtida, hozirgi kunda 5 dona bor bundan ham. Skillmax. 28 million 500 ming so'mdan aksiyaga qo'yib beraman. Avan. Agar klient kelib zo'r tartib, shu mototsiklning ishqibozi bo'lsa, sal 1-2 so'm 70 to'm bo'lsa, yana qaytib berib qarasham o'zim. Muomalasi chotki bo'lsa, 28,5 dan ham yana qaytarib berasiz, to'g'rimi? O'zi o'ylamagan bahodan ham qaytib beraman. Hisob. Skillmax yurtdoshda 200 dollar qaytib beraman. necha dana bor bundan? 5 dona bor. 5 dana bor. Xo'p, navbatdagi modelimiz samosvallarimiz hozir mototsikllarimiz, benzinlarimiz hammasi kelib oldi Ag'abek. Shuning uchun reklama etishda endi hammasini taxlab olib, ob'yomni tushirganmiz. Shuning uchun bemalol bahosini aytib turibman. Ob'yom katta. Hammaga yetadi, xudo xolasa. Avan. Xo'p, bu modelimiz alt motor tushunsa ishlab chiqarilgan. Bu ham 2 tonnalik Ag'abek. Avan. Xo'p, borti 2 metrga 140 bo'ladi. Motor 200 lik bo'ladi. 200 lik. 4 litr rasxod etadi. 2000 km garantiya qo'yiladi. Bu ham 31 million so'mdan sotilgan. Hozir kunda avvalgi videomizdan necha so'm qo'ydik Ag'abek, yodingda bormi? Bunimi shu 30 dada qo'yverdik og'a. 28,5 dan qo'ydik buni. 28,5 dan? 28 dan qo'ydik. Iyun uchun aksiyasi uchun 27 million 500 ming so'mdan 2 tonna samosval modelini beraman. Yana 1 million qaytasizmi og'a? Qaytaman. Gapga javob bera olmaydi. 27,5 deb turibsiz og'a. 27 million 500 ming so'mga 2 tonna samosval model. 2 tonnalikni. 2 tonnalik 2 metrga 140. Bu samosval uchun kavadi. 27,5 million so'm Ag'abek ketdi. 27,5 million. Aytgan gapga javob. Yurtdoshda ko'rib turgan bo'lsanglar, Alp Motorsning samosval 2 tonnaligi. Yana 7 dona maxsus sovg'asi. 7 dana podarkisi bor yanimda yurtdoshda. Bunaqasi bo'lmaydi. Bahani sindiramiz. Xo'p, navbatdagi mototsiklimiz, Lachin mototsiklimiz. Bu ham 2 metrga 140 bo'ladi. Samosval, Bu ham samosval. Motor 200 bo'ladi. 4 litr rasxod etadi.
Xo'p, 2000 kilometr garantiyadan tashqari 7 dona maxsus sovg'asi ham bo'ladi. Buning bahosini shu buning bahosidan qo'yib beraman 27 million 500 ming so'mdan. 27,5 milliondan buni ham qo'yib beramiz, 2 o'g'lim. tonnalik samosuvallarning hammasi 27,5 metr qo'yib qolgan. Samosuvallar hammasini 27,5. 2 tonnalik bo'lsa bo'ldi, 27,5 milliondan. Otining farqi yo'q. Hisob. Faqat xunjidan boshqa. Liboy brenddan bor, xudo xolasa. Liboy brenddan bor. Xo'p, navbatdagi modelimiz Ag'abek. Sirt ko'rinishi bir xil. Ko'k rangini ekib qo'yibmiz. Hadoy rang eng ko'p olatonlar ko'k rang. Yine. Navbatdagi modelimiz bom 2 tonnalik Ag'abek. Samosuval bo'lmaydi. Samosuval bo'lmaydi. Xuddi u bilan bir narsa, farqi Hammasi funksiyasi bir xil. Bir xil, motori 200 lik bo'ladi. Xo'p, 2 tonnani bemalol tortib beradi. 100 ga 4 litr rasxod etadi. Bundan 7 dona maxsus sovg'asi, 2000 kilometr garantiyasi. Xo'p, magnitofonlar bo'ladi. Eng sifatli mototsiklimiz bor. Eng xaridor chaqqani bo'lib turgani 27,5 million bilan farq bunda silindr yo'q. Agar silindr yo'q bo'lgan uchun Ag'abek 5 million so'm qaytib, 22 million 500 ming so'mdan qo'yaman. Hozir siz cho'nkarak uchun, samosuval uchun 5 million qaytajaksiz sag'a. Qaytaman. 5 million so'm qaytasiz. 22 million 500 ming so'mdan boshqa yerda ko'rsa shu yerda olsin, agar berolmayotgan bo'lsa bera kelsa o'zim beraman, javob kel. 22,5 million so'mdan. Benzinli mototsikl 2 Benzinli 2 tonnaliki. Bu bahoga yili hech vaqt Bu bahoyali ichida umuman O'zbekiston bo'yicha yurtdoshda 22,5 million so'mma, yurtdoshda Alp Motorsning 2 tonnaliki. Bu bahoni eshitib zavod qaytib olmasa oldi mototsikllarni. Gap yo'q. Zavod ham shokda ag'a. Shokda bo'ladi bu videodan keyin. Bu yerda turganlar zapas Ag'abek. Ava. Haligan modeldan top beraman. Bular yangi modellar-ku to'g'rimi, boshqa yerda yo'qlar? Bular toza modeli, 10 dona aksiyaga qo'yib berdim. Xo'p, Kavaloni ham nerealniy narxda qo'yib beraman. Oxirigacha eshitib tursin videomizni. Gap yo'q. Cavallo brendi. Siniy, ko'k, xotin-qizlar uchun qizil. Gap yo'q. Haligan rangidan top beraman. Ag'abek, qarang. Mana shu qora rangini ko'rsating. Kommentariyada negativ yozib toping. Ichi qora odamlar shu bahosini eshitib tamom bo'lib qolsin. Hisob. Cavallo. Cavallo. Hech yerda yo'q. Shuni kommentariyada yozib ketsin. Men bahosini aytgandan keyin kim necha so'mdan shu Cavalloni olgan bahosini yozib ketsin. Mototsikl chog'alarimiz sizning fikrlaringizni kommentariyada kutib qolamiz. Buni olgan odamlar yozsin. Mototsikl sotib berib negativ yozadi. Ava. Bera olmaydi deb. Beraman, o'zlarini ham optim beraman xalasi. 14 tasini aksiyaga qo'yib beraman. Avang. Borti 220 ga 140. Avang. Motor kubasi 200 lik. 200 lik. 2000 kilometr garantiya. Ag'abek bu mototsiklning pultlari bor. Mersin pultumdan ekan. Pul tomon buni. Pulton bor. Bunaqasi bo'lmagan yurtdoshlar. Cavallo brendidan yangilikni zo'rini qabul etib olingan. Qara, o'zimizda chiqib turgan mototsikl pult bilan hozir mana ko'rsam, mana yoqmadi. Xo'p. 2 marta bosamiz. Assalomu alaykum. Pultda yanadi mototsikl. Hisob. Hozir o'chirib ham ko'rsataman. Ag'abek, shu pultni bas, o'chir to'g'inmi? Bunimi? Ya, shu keyindagini. Bunimi? Shuni bas, ushlab tur. O'zing bas, men indamayman. Bas turish kerak. Bosib turaman ya. Ha, berib tur. 2 marta bosish kerak. 2 marta bossang o'chadi. O'zi uchdi. O'zi o'chadi. Hisob. Pultda o'chadi. Bunaqasali bo'lmagan boshqa mototsikllarda. Lekin Cavalloda yana birinchi marta ko'rib turibman. Mersin pulti o'zi yonib, avtozapuski bor. Bor, so'ylab turibdi. Ina yurtdoshlar. Sovuqlarda ham 2 marta bosasida yanadi, 2 marta bosasida o'chadi. O'chadi, pulsi kiltsiz yonadi bu. Shu uchun o'chganda lekin pult bilan o'chadi. Pult bilan o'chadi. Ha, pult bilan o'chadi. Gap yo'q. Yonganda kilt tiqmas, starter yonsa yonaveradi. Endi buni puldan kelishtirib bering, savdolashik siz bilan. Ag'abek 220 ga 140 bortini bir ko'rsatsin. Bortini ko'rsating. Hozir yonimda metr yo'q, bo'lmasa metr tortib berjayim. Olajaq odam metr tortib ko'rib oladi. Avang. 220 ga 140 bo'ladi. 7 dona maxsus sovg'asi. Shu yog'i shos spravkasi, donqirot, balon ключ, meyda vajlari, nomerlari 7 dona maxsus sovg'asi bilan. Xo'p, Ag'abek buni vaqtida bor 30 million ham, 29 million, 28 million sotgan. Avang. Hozir kunda 14 tanasini qurib. 14 tanasini. 14 tanasini 24 million so'mdan qo'yib beraman. 24 million so'mdanmi? Ha, bu bahoni eshitgandan keyin aniq bilaman, zo'r chiqadi. Gap yo'q. Yurtdoshlar 27 milliondan oxirgi bahasi sotilgan. 220 ga 140 lik motosikl bu Ag'abek 24 million so'mdan menimcha hech yerda yo'q. Hech yerda yo'q. 24 milliondan bemalol jalb olib ketsanglar bo'ladi. 200 lik. 200 lik motor bo'ladi, Cavalloni zo'r bo'ladi yurtdosh. Cavallo. Gap yo'q. Garantiyalari bilan xudo xolasa siz uchun. Eng zo'ri. Eng zo'ri Ag'abek. Xohlagan bir rangingizdan bor, xohlasang Buning uchun aksiyaga qo'yib berayotirman. Diler soni olganim uchun aksiyani zo'rni etib berayotirman.
24 milyon so'mdan 220 ga 140 xalagan rangidan bor ag'abek. Yine qizil deysizlarmi, bordo deysizlarmi? Xunjilarimizni bir ko'rsatamiz, zapchasi bo'lib turibdi, motosikl nishet keladi o'g'inni ko'rsataman. Gap yo'q. Qanday jarayonlardan o'tib bu holatga kelishini bu darrov kelarmaydi. Ava. Va ram bo'lib keladi bu. Xitoydan. Zapchas bo'lib keladi. Zapchasi bo'lib keladi oddiy bilan. Yine. Mana ramlar, agar ramini ko'raman deb qiziqato'lar bo'ladigan bo'lsa, rami bu. Şimdi Qadambek aka bemalol gelip şu üstünde görüp, sizlarni qanday qurollarınızı görüp, endi motosikl olgandan yarasha shu ishonch hosilatish kerak-ku, to'g'rimi? Ava bilan zap bortlari, dinlik. Shunga kelib go'l bosalar ham bo'ladi, to'g'rimi? Bo'ladi, bilan zapchaslari. Shu yerda turadi, shu yerda bu yerda teriladi. Bu yerda zapas motosiklyamiz yana. Bu yerda sinovdan o'tib sirtqa chiqadi. Mana balonlari, har bir narsasi korobkada, klinikada keladi. Negizi buni zapchaslari o'zlaringizda topiladi, to'g'rimi? Topiladi. Постоянный bo'ladi. Bo'ladi. Hattoki antifrizini Xitoyning o'zidan keladi. Antifrizini deyinda Xitoyning o'zidan prям bir chiqib. Hamma keladi. Yetib tashla. Keladi. Xo'p, hozir uqon motosiklyamiz ko'rsam Og'abek hammasini. Endi kichik motosiklyamiz ko'tamiz. Kichikroq motosiklyamiz ko'tamiz. Kichikroq motosiklyamizning bahosi yana tushgan. To'qli motosiklyamiz ham Og'abek dizel emas. To'qli motosiklyamiz 14 million so'mdan 19,5 milliongacha bor. 1 tonna, 2 tonna, 3 tonna, 4 tonna samosual emas, 5 akkumulyator, 6 akkumulyator turuna qarab ketaveradi. Xo'p, bu yerda Og'abek har safar videoda ko'rsatib 15 million so'mdan motosiklyamiz aksiya qo'yib turdik-ku. Benzinlimi? Benzinliydi. Ular yetishmayapti. Yo'q, lekin bir kun 2 kunga ular ham bo'lib qoladi. 15 million so'mdan ko'p odam olib turibdi, keladi, kelgandan ketib turibdi. 15 milliondan bor yo'ldoshlik markazida. 3 tarafdan zalog ham olib qo'yib Gap yo'q. Zavoddan chiqqanda aytib beraman, bu modellarimiz Og'abek 20 million, 21 million sotib turibdi. Hozirgi kunda bu ham nerealni vaqtda qo'yib beraman, 17 million 500 ming so'm. 17,5 million so'm Alp Motors'ni yurtdoshda motor qanchalik bo'ladi? Motor 130 lik bo'ladi, 15 millionlikdan farqi buning bort uzun bo'ladi. 170 ga 120 bo'ladi bu. Ayollarimiz, bolalarimiz haydab yuraveradi. Polni ketaveradi mana motorlar. 100 ga 2 litr rasxod etadi bu. Gap yo'q. Yana avtomat korobka Og'abek. Juda ham zo'r. 15 millionliklari keladi. Buni 18 milliondan aksiyaga qo'ydik o'tgan safar, endi 17,5 million so'mdan qo'yib beraman. 17,5 million so'm. Havo, Honji motosiklyamiz ham bahosi tushgan. Borti 170 ga 120 bo'ladi Og'abek. Motor 110 lik bo'ladi. 100 ga 2 litr rasxod etadi. Bunda magnitofoni, pultlari bo'ladi, zapaski baloncha bunda bo'ladi. Bunda zapaski balon bo'lmaydi. Bu avtomat model, bu mexanika model. Bu mexanika. Bu mexanika. Farq shunda. Farq shunda. Buning borti 170 ga 120 bo'ladi. O'tgan safar 19 millionga aksiya tushirdik, so'ng 18,5 ga tushirdik. Xo'p, iyun oyi uchun bundan xo'p 1 chiqarsak 9 donasini 18 million so'mdan aksiyaga qo'yib beraman. 18 million so'mdan 9 donasi bor yurtdoshlar. 9 donasini aksiyaga qo'yib beraman. Honjini benzinlisi yurtdoshlar. Benzinli modeli. Ayna. Buni ham shu ayollarimiz, opa-singillarimiz, bolalarimiz uchun bemalol haydab yuraveradi, to'g'rimi? Bu 1 tonnalik Og'abek, bu ham 1 tonna. Mana nomerimiz talab etilmaydi. Nomer benzinlarning hammasini shu spapga berib turibmiz Og'abek. Berib turibsiz, xohlasalar. Xohlasa oladi, u oluvchiga bog'liq. Avo, xohlamasa olmaydi. Olmaydi. Hech kim talab etib turgani yo'q. Talab etmaydi, avo. Xo'p, bu modellarimiz 1,5 tonnalik modellar bular. Xo'p, hozir bu klient chaqqan savdosi, bozor zo'r bo'lib turgan modellarimiz. Mini Labo. Mini Labo'miz Og'abek. Hamma yerda endi necha sotadi? 27-28 deb turibdi boshqa kelganlar. Bizlardan bemalol 24 million so'mga xaridingiz bo'ladi. 24 million deysizmi? Ha. Mini Laboni. Mini Labo 5 dona bor. 5 dona. Ko'p emas. 24 million so'mmi? Ketdi, 5 donasini aksiya qo'yib beraman. Hisob. 24 million so'mdan yana ketdi. 5 donasi bor. 5 donasini qo'yib beraman. Xo'p, Og'abek aksiya turg'avajam ko'rsatdik. Skuterlarga hozir eng birinchi o'rinda sotuv zo'r bo'lib turgan sotuv jarayoni trendga chiqib ketgan nomer Pro Atnimbondagi skuter bo'ladi. Avon. Skuterlarga nerealni aksiya etib beraman. Biz yerda og'alar biladi uje. Xo'p. Bu aksiyamiz ertadan amal etadi. Nima deganda bugun sotuv jarayoni bo'lib turibdi. Avon ertadan amal etadi. Ertadan amal etadi. Skuterlarimizga qara Og'abek 20 dona masalan shu yerda 25 dona skuterimiz bor. Xil-xilidan bor. Har xildan bor. 3 million so'mdan 7 milliongacha skuter bor. Avon. Bizlarda 2 millionlik, 2,5 millionlik tufta skuter bo'lmaydi. Satgandan keyin yaxshisini sotamiz, tuftasini ekimiz. Masalan, bu skuterimiz oddiy, keladi tag'in 5 million so'mga kelishadi. Avon. Kelishgandan keyin kassaga kiradi, pulni to'laydi. Pulni to'laydi. Skuterni bu yerga ustamiz qo'yadi. Avon. Ustamiz tekshiradi. Oddiy oladi tag'in, mana shu bagajini kaska tekshiradi. Bagajni ichini ochamiz. Bagajni ichini ochadi, ichida kaskalari bor. Bahosini 5 millionga kelish kassa pulni to'lab chiqdi.
chiqqandan keyin ana shunda 25 tana turgan skuterimizning 5'ini aksiya qo'yib beraman. 5'ini. 5'ini hech kim bilmaydi, o'zimdan boshqa ichine $100 tashab qo'yaman. İçine $100 taşıp koyasın. $100 tashab qo'yaman. Kimning omadi bo'lsa, shunga omadgina shuni qo'yaman. Yani içinden priz $100 çıkardı, doğru mu? Chiqadi. Ertakdan boshqa. Bu degan hozir 5 milyon so'mga xarid etse $100. 1 milyon 240 ming so'm mesela 50 ming so'm hissesine payda bo'ladi, doğru mu? Ichkaridan xolaga yoziladi shu. İstegen narsasini. Xolasalar kir mashina alsalar, xohlasalar televizor alsalar. Xolasa plastikasi. Gap yo'q. Bunaqasi bo'lmaydi yurtdoshlar. 5 Haqiqatan. tanasini qo'yib beraman. Ichine 5 tanasida bo'ladi. Uni mendan boshqa hech kim bilmaydi. Shu yerda o'tiradi, kilitini olib qo'yamiz. Klient shapatlashadi, bahosini to'lagandan keyin ichini ochadi, ichidan chiqsa. Ishida 25 tane skuter bo'lsa, shularning ichidan 5 tanasini $100 dan pul tashiladi, to'g'rimi? O'zlari saylagani endi omadi, to'g'rimi? Qaysisining ichida $100 bo'lsa shu Xudo xolasa baxti bo'ladi. Baxti bo'ladi. Gap yo'q. Lifam yakka mototsikllarimiz ham kelgan Og'abek. Lifan yakka Baholar mototsikllar. endi chiqadi, Xudo xolasa. Yangiliklarning bular. Bugun kelib chiqdi, baholar endi chiqadi. Yana qiziquvchilar bo'lsa bemalol. Skuterlarning tur-turidan bor, xalaganini haydab ko'radi. Xalagan rasvetkasida har xil modelidan bor. Tur-turidan bor skuterlar. 5-6 skuter akkumulyatorlari bor. Xo'p, Og'abek, o'tgan safargi videomizda kommentariya yozsin, o'zingizning videolaringizni deganman. Bugun orqaym bo'linglar. Kartalasa pulni o'tib beraman. Karta prem pul tashab 300 ming so'm, ikkinchi o'rin uchun 200 ming so'm, uchinchi o'rin uchun 100 ming so'm. Ya'ni kommentariya show uchun pul mukofotlari qo'yilgan yurtdoshlar kartalarimizga prem tashab beriladi. Ha, o'zi ondan oldingi qo'ygandan ham utqan odamlar men ko'rdim, shular utqan. O nechta kommentariya bostirib, like bostirgan bilmayman. Yana bir shu odamlar o'ttirdi. Shuning uchun shartini o'zgartirdi. Bizlar obunamiz 20 mingga yetgan vaqti o'zimiz salimiz orasidan birinchi o'rin uchun skuter, ikkinchi o'rin uchun bir dana smart brunliqdan televizor, uchinchi o'rin uchun 80-32ligidan bir dana smart televizor. Bu videomizda ham o'zimizning yo'ldoshlik markazining YouTube kanalimiz aynan shu kanalga yozish kerak. Tamam. Shu yerda aniqlaymiz. Xudo xolasa 20 ming bo'lganmiz. Xudo xolasa aktiv bo'lasizlar, like-larni bosasizlar, kommentariyalarni ko'p yozasizlar. Xudo xolasa yurtdoshlar, bu videomiz motosikl ishqibozlari, og'alarimiz, yurtdoshlarimiz uchun bo'ldi. Qadam aka sizga ham katta rahmat aytamiz. Xayrli bo'lsin, barakali bo'lsin. Qilgan yangiliklaringiz, aksiyalarimiz yangilik bo'lsa, Xudo xolasa yo'ldosh texnika markaziga kelaveramiz, Xudo xolasa. Aytilgan gapga agar Og'abek javob bera olmagan bo'lsak, bunchalar odam kelib turmaydi. Avon, xalqimizning ishonchini ko'rib turibsizlar yurtdoshlar. Mana bu yoq biratqam. Shunda skuter qo'shib beraymi, usta, qo'shmay beraymi? Qo'shib beraman. Necha so'mga oldingiz? 27 ga kelgan vaqtda bir skuter qo'shib beraman dedim. Padarka majburiy emas. Xalasangiz qo'shib beraman, xalasangiz qaytib beraman dedim. Ini yurtdoshlar. Bu skuterni 3 million so'mga qaytib beraman dedim. Shu yurtgan mini labongiz yurtdoshlar 27 milliona baraka bo'ldi, yanında skuter tekinga. Xohlasalar 24 million olsinlar, yanında skuter qo'shib berilmaydi, to'g'rimi og'a? Ha, to'qli mototsiklimiz ham mana ketib batir, hozir shu dastlabki bo'lgandan keyin kizindan sizga ham tashiyman. Hozir belgi mashina kelsa, belgida tashiyman. Lekin yurtdoshlarimiz bu yurtgan mototsiklaringiz boshqa yerlarda 4,5 milliondan sotib o'tiribdilar. Lekin yanında qo'shib olsangiz, eng optimal narxida chorniy prizinda olib ketibsizlar yurtdoshlar. Shunday. Xalqimiz ham vigidniy bo'lib turibdi. Yurtgan podarka qo'shilgan maishiy texnikalar ham eng arzon baholarda chorniy priz optim narxlarda hisoblab qo'yibmiz yurtdoshlar. Yurtgan aksiyalarimiz siz uchun yurtdoshlar bemalol kelaverasizlar. Gurlan tumani yo'ldosh texnika markazida hammalaringizni kutib qolamiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha yetkazgan vaqtlaringizda rozi bo'linglar.